Assalomu alaykum akalar. Mana Cobalt avtomobilimiz keldi. Birinchi pozitsiya 2013-yil. Kraskasi bor. 20-30% hisobda olasizlar. 4 ta baloni yangi. Gazi bor. Yurgani 366 ming kilometr bo'lgan. Dehqon meni turgan holatida, hop, baraka qilib o'zimizga oldik. Yengilroq beramiz. Mashina holati xudo xolasa ideal holatda. Old orqasidan kaltagi yo'q inshaalloh. Yurgan kilometr bosib o'tgan masofasi, salonlari bosib o'tgan masofamiz 366 ming. Chexol bo'ligi bor. Torpeda holatlari yaxshi. Hamma yoq ishlab turgan. Silam chizilgan joylari yo'q, xudo xolasa. Tomlari, mana balonlari yangi balonlarda. Sizlar bo'lsa o'zingizlar bir ko'rsatib olasizlar. Bu mashinamizning bahosini $5500 dan ozgina barakasiga o'tib beramiz. Xudo xolasa hijrat qiladigan mashinamiz. Mashinamiz bir marta xohlagan dokument bo'ladi. Оформить generalniy xohlagan dokumentlarni bir marta qilib beramiz. Hop, murojaat uchun telefon raqamimizni qoldirib o'tib ketamiz. Kimga qanaqa xizmat bo'lsa telefon qilasizlar.